o'zi baxtli qaynonagina kelinini baxtli bo'lishga qo'yib bera oladi. Sababi agar o'sha qaynonani o'zi baxtli bo'lib, jufti bilan yaxshi bo'lsagina, o'g'li bilan kelini bir-biri bilan yaxshi chiqishayotganini, sevishib yashayotganligini ko'tara oladi. Agar o'sha qaynonani o'zi eri bilan yaxshi chiqishmayotgan bo'lsa, yoki hayotida umuman eri yo'q, umuman hayotida o'zi uchun qiziq narsasi bo'lmagan qaynonalar, ularning diqqat markazi kelinida bo'ladi. Lekin aynan o'shalar aytadiki, men baxtli bo'lmaganman, men o'g'lim baxtli bo'lsin deb rosa qaytaradi-yu, lekin amali buni teskarisini ko'rsatib beradi. Ming og'zida baxtli bo'lsin, menga o'xshamasin kelinim deydi-yu, lekin kelini o'ziga o'xshamasdan o'zidan yaxshiroq yashasa, baribir uni qanaqadir g'ashiga keladi. Xuddiki men yashamayotgan hayotda sen yashayapsan-ku mana deb turib nimagadir должен-dek qaraydi. Xuddiki agar eri ursa, endi chidaydi-da. Men yashamagan hayotda yashayapti mana. Biz unaqa hayotlarni ko'rmabmiz. Mayli-da chidaydi-da deydi. Yoki bo'lmasam o'g'li yursa, chidaydi endi, nima bo'pti endi? Biz ko'rmagan kunlarni ko'ryapti zato deb turib